Hurmatli teletomoshabinlar, mana O'zbekistonda Mirzacho'l, Jizzax cho'li, Qarshi cho'li, Surxon cho'li, Qoraqalpog'istonda, Surxondaryoda, Farg'onada cho'llar ochildi. Ana shu cho'llarning o'zlashtirilishini boshida turgan darg'alardan biri bugun studiyamizning mehmoni. Bu kishi Xursand Tashevich Toshev. O'z vaqtida Qashqadaryoda rayon partiya komitetining birinchi sekretari, Qarshi Stroy birlashmasining boshlig'i, Qashqadaryo oblast partiya komitetining sekretari bo'lib ishlab yurganlarida Sharob Rashidovich u kishini Jizzax cho'lini o'zlashtirish boshqarmasining boshlig'i qilib o'tkazdilar. Xursand Tashevich O'zbekiston Oliy Soveti deputati, Qonunchilik palatasining deputati qilib saylanganlar. Mustaqillik yillarida O'zbekistonda suv xo'jaligini nazorati inspeksiyasining boshlig'i bo'lib ishlaganlar. Xursand aka, biz Sharob Rashidovni bu yil 105 yilligini nishonlaymiz. Siz u kishi bilan tanishganingizga 50 yildan oshgan. Mana o'zingiz aytishingiz bo'yicha 52 yil bo'libdi. Mana shu odam to'g'risida bilganlaringizda, ayniqsa Mirzacho'lni o'zlashtirishdagi xizmatlarini aytib bersangiz. Men bunga hali to'xtaymiz. Mana shu sifatida o'zingizni gapingizni Sharob Rashid bilan bog'liq hayotingizni gapirib bersangiz. So'z sizga. Rahmat. Assalomu alaykum azizlar, yurtdoshlar, ustozlar, shogirdlar. Sharob Rashidovday ulug' odamni tug'ilib o'sgan joyi Jizzax viloyatini gul-gulzorga aylantirayotgan butun Jizzax xalqi sizlarga ta'zim berib salom beraman. Mana bugun shu Jizzax cho'lini o'zlashtirishda ishtirok qilgan, qandaydir hissa qo'shgan odamlarni rasmga tushirish uchun hurmatli prezidentimizni qilgan ishlari a'lo darajada, juda yaxshi. O kishini qilgan ishlardan Sharob Rashidovning ruhlari ham juda kattadan katta xursand bo'ladi. Endi Sharob Rashidovga kelsak, men Sharob Rashidovich bilan Qashqadaryo viloyatda, viloyat partiya komitetida bo'lim boshlig'i, viloyat partiya komitetining qurilish bo'yicha sekretari, keyin qishloq xo'jalik bo'yicha sekretari bo'lib ishlaganimda, qachon u kishi Qashqadaryoga borsa, albatta uchrashganmiz. Hozir shu ko'proq poyezdda yurardi, poyezdga borib tushib, poyezdda kutib olib, joylashtirib, u kishiga ertalab birga Qashqadaryoda bo'layotgan ishlar bilan tanishardi. Endi Qashqadaryo suvdan juda tanqis bo'lgani uchun g'oyib ham suvga juda chanqoq odamlar edi. Shuning uchun suv bo'yicha qilinadigan ishlarni hammasini bizlar aytsak, bo'ldi. Nima kerak deb boshlataverardi. Sharob aka qachon borsa, albatta mana bu kanalni qurdik, mana bu inshootni qurdik, mana bu yerda yangi yer ochdik, bu yerdan sovxoz ochdik deb Sharob Rashidovich ko'rgazardi. Endi Qashqadaryo viloyati katta viloyat-ku. Ana bu vaqtda aslan zemmi mashina bo'laydi, katta qora mashina. Orqada Sharob aka bilan Ro'zmutgayevich o'tiraydi. Men shopirni orqasida pristroykasi bo'laydi. Shunga "Xursand, o'tir" derdi Ro'zmutgayevich. Keyin o'tiraylik. Keyin shu ketgancha u yoqda nima qilindi, bu yoqda nima qilindi, mana bu yerda mana bu ishlarni qilmoqchimiz, mana buni boshladik deb ko'rgazib yurganman. Ana shunda
Sharof akani yaqinda turib u kishini siymosini, odamgarchiligini, odamiyligini, odamlarga munosabatini o'sha yerda o'rganganman. Masalan, endi bir joyga borsa, choyga kiring deb bir piyola choyga chaqirishadi. Kiramiz. Endi u yerda ko'p odam bo'lmaydi. Obkunda birinchi sekretari, raykom sekretari, bitta yerda boshqa odamlar qolgani sharaflashadi. Shu stolda o'tirgan vaqtida ham bir Sharof aka bir bo'lakkina shashlikdan yengdim, shashlik qo'ysa, ha, rahmat, mana bizni qo'ldan ham yeng deb qo'yib o'tirardi. Shunday bir ajoyib odam edi. Endi yangi u kishi bilan yurganda yo'lda odamlar, ayniqsa paxta teruvchilar, u vaqtda endi shunday moda bo'luvdi, go'ngni suvga qo'yib, aralashtirib, sharbat qilib qo'yishardi. Shular borib hammasi bilan, qizlar bilan salomlashib, boboylar bir o'tirgan bo'lsa, boboylar bilan uchrashib, qani nima gaplar bor, nima kamchiliklar bor, bizga qanday savollar bor deb har bittasi bilan shunday ota boladek gaplashardi. Shuni ko'rib bizlar hayron qolganmiz. Endi shunday katta u bir respublikani boshlig'i, oddiy boboy, oddiy paxtakor bilan borib gaplashib, ularni ahvolini bilib, endi ular mayda-chuyda kamchilik bo'lsa ham aytadi. Shu kamchiliklarni o'shalar orqali bilib kelaydi-da. Ana endi shuni men mana shu Sharof Rashidovday ulug' odamni tug'ilib o'sgan, hozir ham qavm qarindoshi o'sib, shu Jizzax viloyatini yashatayotgan odamlar mana yashaganim uchun mana Mugudajon siz bilan juda ko'p Abdullajon Turdiqulov, boshqa ko'p odamlar bilan birga ishladik. Shundan Xudodan ming marta rahmat aytamanki, shunaqa joyga meni yetib qo'ydi. Men shu qo'limda kuchim, belimda belbog'im turib yurish imkoniyat boricha ishlayman deb ishlaganman. Hursan aka, mana siz Jizzax Stepstroy degan juda katta tashkilotga boshliq bo'ldingiz. Shu tashkilotni qisqa qilib gapirib bering, qanday tashkilotga olib qo'ydi sizda Rashidov? Endi avval bunaqa tashkilot Qarshi Stroyda tuzildi, keyin Jizzaxda tuzildi. Bu o'sha vaqtdagi ittifoq suv xo'jaligiga qaraydi. Bizlar hamma vaqt aytaveraylik, bu tashkilot hali ruscha qilib gazdarstvo. Hamma narsa o'zini qo'lida. Bu birovdan mashina so'ramaydi, traktor so'ramaydi, meditsina so'ramaydi, telefon so'ramaydi. Hammasi o'zini qo'lida. Faqat prokuror bilan sudi yo'q edi. Boshqa hammasi shu Jizzax Stroyda bor edi. Shuning uchun bir qo'lda bo'lgani uchun ishlash oson bo'lar ekanda, endi juda oson emas. Chunki qaysi tomonda yetmayapti? Meditsinadan nima bo'lyapti? Mashina skoriy jo'nat. Bu yerga paxta terish mashinasi kamlik qilyapti. Ol, yubor. Shu bitta odamning komandasi bilan 101 ta tashkilot ishlab turdi. Endi
Hala aytyapsizki, hozirgi vaqtda bu Mirzacho'l, Jizzax cho'li nima kerak edi deb. U befarosat, uzoqni ko'rmaydigan odamlar gapiryapti. U vaqtda qancha million odamimiz bor edi O'zbekiston bo'yicha? Hozir 35 million odam bo'lyapti. 35 million odamni boqish uchun yer, suv kerakmidi? Mana shu kelgusida o'sib kelayotgan yoshlarni, o'sib kelayotgan qarilarni o'ziga moyil ishlatish, yashash uchun shu yer o'zlashdi. Qarang endi, bir vaqtlar bizlar institutni bitkazib kelganda bir kichkina Andijanis degan nasoslar bor edi. 20-25 litr suv chiqaraydi bir 20 metrga. Bizlar Jizzaxda o'zi 4 ta nasos stansiyasi bo'lishlarga 3 ta qurdik. Bittasi endi ittifoq tarqalgandan keyin pul yetishmasdan qolib ketdi. Endi har bitta nasosda turboprovodni diametri 420, uzunligi 2 kilometr, 4 kilometr tepaga chiqaradi. Shuning uchun yangi yerdagi suv kelib Jizzax suv omboriga keldi-ku. Shungacha bo'lgan suvni hammasini Jizzax turadi. Nasoslar olib keldi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi. Buni hammasini rahnamosi Sharof Rashidovich. Agar Sharof Rashidovich, boshqalar kelganda men 2 yil, 3 yildan keyin qayerda bo'laman desa, hech kim bu masalani ko'tarmaydi. Jizzax cho'llari o'sha eski cho'l bo'lib qolaverardi. Mana eski bizlar o'qib yurgan vaqtda Leninni kartaga qarab, Golodniy step degan kartaga qarab turgan rasmlari bor. U Lenin ham juda ham prozorli odam bo'lgan, uzoqni ko'radigan odam bo'lgan. Endi hozir maqtaganni odamlar yaxshi ko'rmaydi. Endi men bitta narsani aytaman-da, shu kommunizm это социализм plus электричество всей страны degan. Qarang, shu vaqtda hali 20-yillari. Hozirda saqil olaman desangiz ham elektrичество qilasiz. Ayollarimiz posuda yuvaman desa ham elektrичество qiladi. Ovqat pishiraman desa ham elektrичество. Qanchalik shu uzoqni ko'rgan odamlar bo'lgan. O kishini shu uzoqni ko'rishlarini Sharof Rashidovich o'ziga olib, shu boshqa respublikalar bilan, Rossiya bilan tortishib shu olib bordi. Endi qarang, o kishini shogirdlari Shavkat Miromonovich hozir o kishini ishlarini davom ettirib, endi Jizzaxda o'sha Jizzax septir boshlagan vaqtini hozirda ko'rsangiz taqqoslab bo'ladimi? Yer bilan osmonda. Mana shu bitta, ikkita ulug' odamlarni aqli, farosati, shu odamlarga munosabati, bu bugunni ko'ray, erta nima bo'lsa bo'ladi degan gap emas. Shu ertaga xalqim yaxshi ishlasin, ertalam xalqim mashinada yursin, samolyotda yursin, elektrический poyezdda yursin. Bir vaqtlar biz Qarshidan Toshkentga 24 soatda poyezdga kelib o'qiganmiz. Hozir 3,5 soatda Qarshiga boramiz. Bir gapni gaplashsak, hali ish gap tamom bo'lmasdan Qarshiga borib qo'yamiz. Mana bu
Mana bu hozirgi zamon Sharof Rashidovich, undan keyingi ishlagan rahbarlarimizni shu uzoqda ko'rib ishlayotganlari. Shuning uchun bularga million rahmat aytsak arziydi. Butun ajdodimiz, avlodimiz bularga rahmatlar aytadi. Rahmat. Hurson aka, mana qarang endi Jizzax cho'lida endi bir nechta rayonlar ochdilaring. Yangi, umuman yangi. Mana Zabdor, Zafarobod, Paxtakor, Do'stlik, Arnasoy, Mirzacho'l kabi rayonlar ochdingiz. Zominda pastki qismini ochdingiz. Mana shularda qurilishda nimalarga asosiy e'tibor bergansizlar? O'sha sovxozlarni qurish va u yerlar rayonlarda tashkil qilishda oldilaringda qanday reja turgan Sharof Rashidov qanday reja qo'ygan sizga? Hurson aka, mana Sharof Rashidov bilan 50 yildan ortiq ishlagan odam, keyin mana Jizzax cho'li og'irroq edi Qarshi cho'ldan ham. Mana shu Jizzax cho'lni o'zlashtirishda, xo'jalikni tashkil qilishda sizlarni oldilaringga, quruvchilarni oldiga qanday vazifalar qo'yilgandi loyiha bo'yicha? Xo'p. Qanday bu rayonlar paydo bo'ldi, shaharlar paydo bo'lib ketdi? Yaxshi. Endi birinchi o'sha o'zlashtirish loyihasi tuzilgan loyihalardan albatta Sharof Rashidovich boshqa mutaxassislar ko'rib chiqqan. Dunyoda birinchi marta Mirzasulda yerni kompleks o'zlashtirish. Avvalgi vaqtda bir joyga borib 4 ta uyda qurib, bir kanal olib kelib, suv chiqarib, mana ekiverib qo'ygan vaqtlar bor edi. Ular chaldivarib qolib ketdi. Bu loyiha shunday ediki, avval yerda tekislab, necha ming yil quruq yotgan yerlar, yerni tekislab, suv yaxshi oqadigan qilib, suv yo'qolmasin uchun ustidan lotoq bilan yurib, lotoqdan suv beradigan, yer tagidagi zak ko'tarilib, o'simlikni zaklatib quritib yubormaslik uchun kollektor drenajlar qurilib, selib, qishloq emas, hozir qishloq deydi, shaharchada tik yo'llar, asfalt yo'llar, bir etajli, 2 etajli uylar, hammasiga vodoprovod olib borilgan, kanalizatsiya olib borilgan, telefon olib borilgan, svet olib borilgan, radio olib borilgan. Hammasi shaharda bir kamchiligi yo'q. Xuddi shahardagi qilib, keyin har bitta xo'jalikka chorvachilik molxonalar qurib berdi. 200 o'rinlik, 400 o'rinlik, 600 o'rinlik. Shunga yarasha har 200 o'ringa bittadan imorat. Ondan tashqari tug'iladigan sigirlar uchun alohida imorat. Tug'ilgan bolalarni saqlaydigan o'zi alohida. Ularga yem tayyorlab beradigan zavod, yem tayyorlab beradigan. Ana bu odamlar uydan shunday kiyim bilan keladi, darvozadan kirganligi o'ngga boradi-da, odamlar kiyimini yechib, dushga kirib, yuvinib, chorvadagi kiyimini kiyib, o'zini ishini qiladi. Soqinchilik qiladi, poda bakar podasini qiladi, ovqatini beradi. Mana shunday, shu masalan Rossiya boshqa joylarda sizlar eshitganmiz endi, ular zavodga borsak kiyimini yechib qo'yadi, zavod kiyimini kiyib ishlaydi. Keyin yana o'zining kiyimini ana shunday joy qilib ishlatasizlar degan
talab bo'lgan sharoblar ichish orqasidan ana shunday savkozlar qurildi. Endi boya aytganimdek butun Jizzax struktura bo'yicha 27 savkoz qurilgan bo'lsa, men borgandan keyin 10 dan oshiq savkoz qurdik. Ana 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi, 6-chi, 7-chi, 8-chi savkoz Moskva savkoz qurildi. Ondan keyin 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16. Temiryo'ldan o'tgandan keyin 17. Mana 17 ta savkozni men ishtirokimda qildik. Men endi shu vaqtda Zomin rayoni, Zardor rayoni, Paxtakor rayoni, Do'stlik rayoni, Mirzasullo rayoni, Arnasar rayoni, Oktyabr rayoni, hozir Zafarobod rayoni, shu rayonlar. Endi bu yerda G'allaorol, Baxmal avvaldan bor edi. Shuning uchun shu savkoz asosi bizning maqsadimiz ishlaydigan odamlarga sharoit yaratish. Odamlar paxtasini ko'tarib yurmasin, mashina aravaga ortib demasdan, har bitta xo'jalikda paxtasi производствoni ishlab chiqarish o'sha yerda hamma traktorlar o'sha yerda turadi. Ertalab odamlar ishlarini kiyinib borib o'sha yerdan texnikasini minib dalaga chiqib ketaveradi. Ana shunday sharoit qilingan edi. Endi bu shuning uchun ham Mirzasulni o'zlashtirishga Lenin nomli davlat mukofoti berildi. Shuning ichida Boymirov bor, Tersetskiy, yana Sarkisov, Qosimov, shunday 6 kishi, butun institut bo'yicha 6 kishi Lenin mukofoti oldi. Dunyoda birinchi bo'lgan uchun. Ana shunday qilib, shuni endi Sharof Rashidovlardan shunday uzoqlik ko'rish, bilish imkon bo'lgani uchun odamlarga topshiriq bergan. O'zidan o'zi chiqqan emas bu. O'sha albatta ba'zi joylarda chaqirib, yer tuzuvchini ham chaqirgan, injener mexanikni ham chaqirgan, gidrotexnikni ham chaqirgan, energetni ham kallasiga kelgan ishni odamlar maslahat qilib, pishirib, undan keyin boshlagan. Ana shuning uchun ham qilingan ishlar juda mustahkam, hozir xalqimizga xizmat qilyapti. Rahmat. Rahmat. Juda go'zal narsalardasiz. Endi aytingchi, mana Jizzax cho'lini ochdingiz, odamlarni ish bilan ta'minladingiz, bolalarini maktabga joyladingiz, kasal bo'lib qolganlarni davolayapsiz. Magazinga chiqsa xohlagan narsasi arzon narxda edi, to'g'rimi? O'rislar xizmat qilgan ularga. Xohlagan odamlarga, uyda imkoni bo'lmaganlarga kafelar ochib berdingiz, kino, teatr va klublar qurib berdingiz. Endi gap shundaki, mana shu qilingan xarajatlar hammasi ittifoq byudjetidan ketgan. Ittifoq byudjetidan. Lekin mana shu juda ko'p ayrim odamlar, ayniqsa sobiq markazdan aytadiki, mana shu deydi, haqimizni to'lamagan, bizni o'sha cho'lni o'zlashtirishga ketgan mablag'larni qaytarib bermagan, paxtani 4,5 million tonna paxtani bermagan deb gapiraveradi. Ularda shu gapida bir asos bormi yo yo'qmi? Masalan, baland past, qum, to'proq bo'lib yotgan yerlarda tekislab, spetsialni yerni orqasiga stoyka qo'yib, lazer bilan tekislaydi. Suv to'g'ri oqsin deb. Shunday qilib yerni tayyorlab oqadi.
bugun kum yotgan yerdan 20 sentr hech bo'lmaganda birinchi yil 20 sentr. Undan keyin 25, 30, 40 sentrgacha hosil oldi. Paxta olib berishdi. U bergan paxtasi shu yilda o'ziga oqladi. Endi boyagi savqas katta bo'lgandan keyin, xo'jalik katta bo'lgandan keyin texnika bor, imorat bor. Ularni saqlash kerak, unga pul sarflash kerak, odamlarga oylik berish kerak. Shuning uchun ularga ham pul ketadi. Menimcha u vaqtda birorta savqas o'bitkiga ishlagan emas. Keyin endi nima desa bo'ladi shu keyingi vaqtda shu tepadan sal o'zgarish bo'ldi-da. Shu Leninskiy prinsip, Leninskiy stil metod deb aytishdi, lekin o'zlaridan o'tkazdi. Ana shuning uchun sistema ham o'zgarib ketdi. Bo'lmasam avvalgi sistemaday olib borsa, hamma ishida joyida bo'lardi. Endi mana hozir qarang, paxtani o'zimiz tayyorlaymiz, zavoddan chiqaramiz, ip chiqaramiz, kiyim-kechak tikamiz, butun dunyoga sotamiz, xalqimizga ovqat yediramiz, katta zavod, fabrikalar quramiz. Bu kimning orqasidan bu? Nimaning orqasidan bo'ldi? Avvalgiday Mirzachul to'proq evatsa qanday beradi bizga? Bu yerdan hosil olmasak, bug'doy, yeydigan sabzavot, poliz, meva, chiva hozirgi 35 million odamni nima bilan boqirdi? Shuni Charchab qolmadilar. Bitta suv ichib oling. Ketaveramizmi? Endi oxirgi savol. Juda xursand qildingiz meni. Oxirgi savol shundayki, hozirgacha O'zbekistonda Orolni Mirzacho'lni o'zlashtiraman deb Orolni quritdi. Rashidov boshchiligidagi Muhiddin Polvonovich, Islom Sultonovich, mana u Xursand Toshovichlar Mirzacho'lni ochaman deb Gamburg, Boymerovlar Orolni quritdi deyapti. Bu Mirzacho'lni qanaqa aloqasi bor suv Orolni qurishiga? Endi albatta Amudaryo, Sirdaryo, daryoni suvini bir qismi endi yer suvsiz bo'lmaydi-ku, o'sha Amudaryoning suvini dan foydalanib, yer ochib, shaharlar, yerlar qilishga to'g'ri keldi. U faqat Mirzacho'l, Jizzaxcho'l, Qarshicho'lni hisobiga Orol qurdi degan bu ahmoqlik. Chunki shu Qarshicho'l, Mirzacho'llarni o'zlashtirish proyekti qilgan vaqtida Sibir daryolarini suvini Orolga olib kelish loyihasi ham qurilayotgan, loyihalashtirildi. Afsuski, parallelni olib borilmadi. Bu Sovetlar hukumatiga paxta kerak edi. Biz dunyoda birinchi 9 million paxta berdik, 10 million paxta berdik. Bu yil buncha paxta beramiz deb faqat paxtani orqasidan quvdi. Agar paxtani bunchalik orqasidan quvmasa, Sibir daryolarini asosan burib kelsa, Orolda suvi kamayguncha Sibir daryolarini suvi ham kelaydi. Yerlar ham qurumasdi, Orol ham qurumasdi. Hammasi joyida bo'laydi.
qarang endi meni o'zimni fikrimda edi balkim. Mana necha yilni zo'g'maydi, necha yilni zo'g'maga necha milliardlab pul yo'qotdi. Men o'ylaymanki, o'sha tepada o'tirganlar, boshqa respublikalar nima uchun O'zbekistonga buncha pul berasizlar, birlashuvlarga yo'qotyapsizlar, qarshichilik yo'qotyapsizlar. Rossiyada yer yo'qmi? Rossiyani yerini ham tuzatinglar deb necha yildan zo'mini o'ylab topishdi. Men endi o'zim shunga boraman-da, yangi Glavkada ishlaganda Vladimir, Novgorod, Suzdal shaharlarga borib, Ivanova o'zbeklarni tayyorlab berayotgan yerlarini ko'rib keldik. Borsangiz 1 metr, 1,5 metr kumni olib surib bir joyga surib tashlaydi. Keyin yani 80 santimetr chuqurlikka gancharni turba drenaj qilishadi. Yomg'irni suvini tortib ketsin deb. Men Novgorodga shahriga borganda endi bilasizki, har kvartalda buncha gektar topshirasan, buncha kvadrat metr topshirasan, klub topshirasan, maktab topshirasan, har bitta kvartalga bo'lingan bo'laydi. Shu 300 gektar yerni Novgorodda topshirish uchun bordim Starorussiya shahriga. Bir joyga bordik. Qishloq. Fakat sentabrda yangi yomg'ir, qor, yo'l yo'q. Vaqtida yo'l qurilgan. Yo'lda ikki tomonda hammasi yog'och uylar. Yangi ikki xonali, ikki derazali, 3 derazali, 4 derazali uylar. Ko'plari bunday kirismi taqtamdan yopib qo'yibdi. Biz yo'lda yurolmadik, Kasimsat mashina bilan borib o'sha tayyorlangan yerga bordik. Tep-tekis joy. Ana bu bir joy qotib turgan ekan, sal balandroq. Mana qani balandga chiqib qaraying desam, oyog'im kirib ketdi. Hali bir yersin etik. Bolalar tortib oldi, etik joyda qolib ketdi. Shunday qilib bir bola qilib chiqdik. 3 kun o'sha kolxozni raisini qidirdim. Bir ayol kishi ekan. Bir bola qilib topib, endi iltimos, biz ham davlat odamimiz. Hammani plani bor, sizda ham planingiz bor. Davlat shuncha pulni sarflab yer tayyorladik. Endi qo'l qo'ymasangiz bo'lmaydi. Desam, bir qijirganib qo'l qo'yverdi. Keyin nima bunday qilasiz desam, aytadi, menga bu yer nima kerak deydi. Bu tekislamasa ham, yani drenajni qurmasa ham, Xudoning bergan yomg'iri bilan o'rda zig'ir ekan, zig'irdan Starorussiya shahrida yog' zavodi bor. Alif chiqaradi, keyin zig'irni tolasini chiqaradi, mata qilib. Shuni o'g'lim bilib turdik deydi. Nima kerak edi bizga? Xuddi shunga o'xshab Ivanovada ham hozir endi ahvoli qanday qurib ketgan bo'lsa kerak ko'plar joylari. Ana shunday qilib basma-basiga bu davlat pulini bitta Mirzacho'l, Qarshicho'l emas, Orol emas, butun Rossiya yedi. Boshqa respublikalar ham, endi Ukraina, Belorussiya, mana Qirg'iziston, Qozog'istonlar, Qirg'izistonni ham o'zlashtirdik.
Qozog'istonga bir o'zlashib sel rayon tuzib berdik. Shuning uchun bitta o'zbekni emas, butun ittifoqdagi xalqimizni yaxshi yashashi uchun bizlar jon kuydirib yaşadık, işledik. Hiç o'ylamadik. Bu yerdan bo'shasak ishsiz qolamiz deb. Bu yerda yaxshi yashasak yuqori joyga beradi. Tagimizga moshin beradi, uy beradi deb ishlaganmiz. Xuddi shunday bo'ldi. Bir joyga borib uy ochilib turganimiz yo'q. Bir joyga borib qo'l ko'tarib moshin qidirganimiz, tagimizga moshin, yurishga, yashashga uy yaşadık. Rahmat atab yaşadık. Bolalarimizni boqdik. Bolalarimizni yaxshi boqdik. O'g'ri ichuvchi emas. Qora dori ichmaydi. Hamma bolalarim aqlli, hammasi ma'lumotli, uyli joyli. Hozir bizlarga 30dan oshiq chivarar bo'ldik. Mana shunday davlatda. Ana shunday shu Sharof Rashidovich ishlarini hozir davom ettirayotgan endi bir muncha ham pasaygan emas. Yuqori bo'lsa yuqori ish qilinyapti. Respublikamiz dunyoga mashhur respublika bo'ldi. Oliy Majlisda ishlab yurgan vaqtda O'tkir Qoshimovni Tarozi degan spektaklni qo'ydi. Как раз shu paxtani paxta bo'yicha. Shunda katta tarozini osib qo'yibdi-da, shu tergan paxtalarni. Endi bitta brigadani oilasini ko'rgazyapti. Sen brigadir muncha pul yegansan deb brigadani qamagan. Endi uyga kelibdi. Uyga kelsa, uyda har eski o'zimizni yer gilam bo'lardi. Yer gilam to'shalgan. Bir opa bir bolasi bilan o'tiribdi. Mana otalarni shu, menda boshqa hech narsa yo'q. Yeyishimga ham hech narsa yo'q. Deb. Shunda bittasi tualetga o'tib ketib, borib qoradordan tashlab keldi. Ondan keyin ikkinchisi borib, men mana qoradorni topdim. O'sha yo'q, qoradorini topdim deb oddiy brigadani oilasini yo'qotib yuborishdi. Mana shundaylar bo'ldi. Bu Hursan aka, mana siz O'zbekistonda bir taniqli davlat arbobisiz. Suv xo'jaligini bir ishongan darg'alardansiz. Endi shu hozirgi davrimizda orqangizdan qolayotgan shogirdlaringizga, xalqimizga qanday tilaklaringiz bor? Tilaklarim endi baribir odamzod ko'payaveradi. U kungina 15 million edi, 20 bo'ldi, 30 bo'ldi, 35 bo'ldi. Bu hayot o'saveradi, ertaga 40 bo'ladi, 50 bo'ladi. Bizda bu odamlarni boqish uchun imkoniyat bor, yer bor. Faqat suv resurslari yetmaydi. Shu endi Shavkat Miromonovich Putin bilan yaxshi og'ayni. Iloji bo'lsa, shu Orol masalasini baribir ko'tarish kerak. Agar Orolni suvini olib kelsa, u Rossiya uchun ham juda katta foyda. Suv kelguncha Orolgacha tekis yerlar bor. U yerga
shu hamma narsa neydi paxtadan boshqa qovun, tarvuz, sabzavot, poliz, hamma narsani ekish mumkin. Meva chekish mumkin. O'rmonzorlar qilish mumkin, ya'ni shamoldan. Mana har yeri shamol kelib, suv kelib bosib ketyapti. Agar shu daraxtdan защита bo'lsa, yerlar ham qurib turadi. Endi qo'shnilarimiz Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston, endi Afg'onda hozir yaxshilar bo'ldi, endi yaxshi bo'lib, Afg'oniston, Pokiston yaxshi bo'lib, Hindistonga chiqsa, shular bilan do'stligimiz mustahkam bo'lsa, suv yerlarini ham topish mumkin. Bir vaqt Najim Rahimovich bilan shunday birga o'tirib, gurung qildikda, keyin kichkina kitobcha yozib Najim Rahimovich "Расцвета земляmi" ko'z bo'lib ko'rmay qolganda aytib turib yozdi. Shunda aytdi-da, birinchidan dedi, ko'z bilan kitob yozish qiyin ekan dedi. Ko'zing ochiq bo'lsa, yozasan, yoqmasa, o'chirasan deb yana qo'shsin. Bu ko'rmagan yozib biriga bersang, bir marta o'qiydi, ikki marta o'qiydi, joniga tegadi, seni necha marta qaytaradi bu. Shuning uchun Xudo deydi, ko'zdan ajratmasin, ko'z bo'lsin ekan dedi. Ondan keyin o kishi aytdiki, mana Hindistonda yaqinda ham katta toshqin bo'lib, necha yuz odamlar o'lib ketdi. Har yerda toshqin. Hindistonda daryolar ko'p. Shu Hindistonni daryolarini Hindiston, Pokiston, Afg'onistonga olib kelsa, Afg'oniston kelsa bu yoqqa Amudaryo, O'zbekistonni orolni zonalarni ham to'g'irlash mumkin.